各位观众朋友们，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第5季《Payvideo丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqiqtish shakli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 5. qarar Payvideo Yipek Yo'li sadosining 3. bosqichi imtihon. Buldundaqda navbatki Yashin gruppasining imtihonining texmi adil bo'lishi uchun alohida qadam tashrif qilgan yetakchi ustozlar shunaqla takliflik mutaxassislar bilan tanishib chiqaylik. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partkom Təşviqat bölümünün sabiq muavin gözətçisi Shin Janhua efendim. Qızğın qarşı alımız, xush kepsiz. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik kompozitor ataqlıq naqşçı Şinjan Moda Musiqi Cəmiyyətinin muavin başlığı, mədəniyyət kəsbidəki başlamçı ixtisas egisi Ablet Ablikim efendim, xush kepsiz. Şinjan Sənət Şöyənining naqş o'qituvchisi lektor Ayşigül Muhammad xanım, qarşı alımız, xush kepsiz. Zamonaviy musiqachiligimizdagi yangi yo'l ochquchi, yosh kompozitor, naqshchi, Mevlana ansamblining qurg'uvchisi Mevlan Mamtimin efendim, xush kepsiz, qarshi olamiz. Şinjan San'at Şöyənining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi, shundoqla bugun imtihon berish oldida turgan o'quvchilarning suyimli yetakchisi Aygul G'ulom xonim, xush kepsiz, qarshi olamiz. Buludu Aygul Hanım, undaqda bugungi musobaqamizni rasmiy yo'sinda boshlab ketishdan ilgari oldi bilan sizga orzu yetakchisi bo'lib kelgan bu suyimli do'stimiz bilan tanishib chiqsak. Salam, hurmatli azizlar, ekran oldidagi do'stlar, yaxshimisizlar? Hurmatga sazovar, jafokash ustozlar, yaxshimisizlar? Mening yonimda o'ltag'ini bo'lsa, san'at bo'shigi deb atalgan Şinjan san'at Şöyənini o'qish bitirib, hozir mushu Şinjanda o'zining mayli naqshlari bo'lsin, mayli ijodiyatlari bo'lsin, shundoq yaxshi asarlarni xalqimizga sunib, xalqimizning hurmatiga erishib kelayotgan, ham shaxsan mening hurmatimga erishgan bizningki Nurshad Dilshad apandi bo'ldi. Necha vaqtdan beri mening guruhimdagi o'quvchilarningki ta'lim tarbiyasida Nurshad Dilshad mushu yonimda turib, menga shundoq ko'p yordamlarni berdi. Mushu munosabat bilan men Nurshad Dilshadga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Albatta, ishqillarning go'zal hamkorligi ostida Yashin gruppasidagi o'quvchilarning bugungi imtihon natijasining layoqatli hatto a'lo bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Undaqda Yashin gruppasidagi savodashlarga omad bo'lsin uchun, agar imkoniyat bo'lsa, orzu yetakchisi o'zining yaqinliq bir naqsini hadiya qilgan bo'lsa, loyiq bo'larmi? Albatta, albatta, agar Nurshad ma'lum xolislar. Undaqda marhamat. Naqsham sahnada o'z chulasini topdi. Güzellikim Payvideo yurishlik kirim buyumlari bilan julasini topdi. Payvideo. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Payvideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Men süygəndək süyərsən o yüreğinde köyərsən o Men süygəndək süyərsən o yüreğinde köyersen eyt Men sığınıp yürgün bilen Alim bilmem öter
gülersen ayt Men sığınıp yürgün bilen Alim bilmey ötersem ayt Menzilimiz uzak uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gülü çalsa bırak Yana tatlı gülersen ayt Menzilimiz uzak uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gülü çalsa bırak Yana tatlı gülersen ayt Söymeydi dep aytip yalğanlar Aramızga terse ığvallar Söymeydi dep aytip yalğanlar Aramızga terse ığvallar Laxtı laxtı bolsa yürekler Mening üçün könersen ayt Laxtı laxtı bolsa yürekler Mening üçün könersen ayt Menzilimiz uzak uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gülü çalsa bırak Yana tatlı gülersen ayt Menzilimiz uzak uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gülü çalsa bırak Yana tatlı gülersen ay Yana tatlı gülersen ayt Aygül Gulam muallim, program grupsunun orlaştırışıga asasen sizning növətki mayırlarınızdan imtihan beriş şekli, yani rədd tərtibi tövəndikiçi buludu. Yani Mirza Ahmed bilan Xalzat bir grupu bulup musabiqa qilishidi. Rayhongul bilan Maynur bir grupu bulup musabiqaga tushidi. Gulmira bilan Mardam bir grupu bulup bir-birisiga jang e'lon qiladi. Farruh bilan Qaysar bir grupu bulup o'zaro raqobatlashidi. Oldi bilan musabiqaga tushadigan bo'lsa, Abdullah Abdurim apandim boshchiligidagi Pavidio gruppasida qolib qolgan mayirimiz Muradil bilan Yashin gruppasidagi mayirimiz Qaysarning raqobati. Qani undaqda mayirlarimiz sahnimizga marhamat. Çaytaşlaş arqılıq Paridio gruppasidagi Muradil bilan mening gruppamdagi Qaysar bir maydon bo'ldi. Endi biz sahipxon bo'lganligimiz uchun Qaysarni sahnaga taklif qilaman. 大家好，我是凯撒尔卡米勒。Yaxshimi do'stlar, men Qaysar Kamil bo'laman. 5-chi qarar Ipak sadaqasida qatnashgandan keyin nurg'ulg'an naqshchi bolalar bilan tanishib, hamda ular bilan fikr almashtirdik. To'tlam ustozning qo'lishiga erishdim hamda shu orqali men nurg'ulg'an tajribalarni to'plab,
Muşu basqışqa keldim. Meyli bu qitim tanlanay va tanlanmay, cho'qim o'zimning butkul kuchim bilan muşu naqshamni andan bir o'rindab, tomoshabinlarning bir qo'llashiga erishib, hamda uydagilarning hamda tuqqanlarim, do'st birodarlarniki qo'llashiga erishsam, deyman, o'zimda bo'lgan keyingi planlar bo'lsa, muşu naqshi aytish hayotini tig'in davomlashtirib, shikir o'lkalardagi cho'ng sahnalarga chiqib, o'zimga bir jang e'lon qilib boqqim bor. Şinjan El Qanat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi.到后来才发现，爱你是一种习惯。我学会和你说一样的话，你总是要我在你身旁，说幸福该是什么模样。你给我的天堂，其实是一片荒凉。要是我早可以和你一刀两断，我们就不必在爱里勉强。可是我真的不够勇敢，总为你忐忑，为你心软。毕竟相爱一场，不要谁心里带着伤。我可以永远笑着扮演你的配角，在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼地看着你的骄傲。若有情太难了，想别离要趁早，我没有非要一起到老，忘了就好。爱一阵子，怎样的说法都能成为理由。我在这样的爱情里看见的是我们的软弱。笑着扮演你的配角，在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼地看着你的骄傲。若有情太难了，想别离要趁早，我没有非要一起到老。忘了就好。大家好，我叫Muladili Abdurrahimov. Yaxshimsizlar ko'pchilik. Mening ismim Muradil Abdurrahim. Birinchi qatimliq aylanmadagi musobaqada Aygul Ma'lumning guruhiga tanlanib, ikkinchi qatimliq PK bosqichida Aygul Ma'lumning guruhidan olqib, Abdulla akamning atritiga kirib, yana bir qatim sahnaga o'zimning naqshini chiqa olganligimdan intayin xush bo'ldim. Mayli bu qatimliq musobaqaning natijasi qanday bo'lsin, tanlanish musobaqada cho'qim bor. Agar shallanib ketib qolsak, kesip yolumuzni to'xtatmay, yana davomli kesip yo'limizda o'zimizning kuchimiz yetishicha tirishib, mush kesibda texmi taraqqiy qilib, o'zimizni texmi mukammal qilsak deb o'ylayman. Şinjan El Qanat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi. Tabiiylik va safliqni asos qilib ishlab chiqqan kuzur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo savdo cheklanish shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk bo'lgan filmlar mujassamlangan izlash abditali alohida talab qildi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'o'lliq korxona Şinjan Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatgan.
Programımızda Beycan Taşkın Halkara Pay Kontrol Groyi, Taşkın Yürüşlük Sağlamlık Mesutları ve Tartuk Yürüşlük Kolaları alaydı kollagan. Bu programımızga Sertan Algaç Pastı qatarlıq patentlik ali mesutları bilan alqışqa erişken Şinjan Yengnur Biopen Texnika çekiliş şirketi yaqindan yordam bergan. Rayonumuz yeni taratqu sahasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Küyüşkende den güyüşüp muhabbetleşken ayrılmayımız mengüge de vede birişken Küyüşkende den güyüşüp muhabbetleşken ayrılmayımız mengüge de vede birişken Sen muamrak idin bana men muam sana Lekin uzun arlaşamay ayrılar buldu Sen muamrak idin bana men muam sana Lekin uzun arlaşamay ayrılar buldu Gittim ben sen kal bu şehirde Gittim ben ayrılar buldu Gittim ben sen kal bu şehirde Gittim ben ayrılar buldu Sap akide muhabbetlik ötken şu günler Çıkmaz hergiz isimdin mumdaşkan tünler Sap akide muhabbetlik ötken şu günler Çıkmaz hergiz isimdin mumdaşkan tünler Gözlerden yaş sen meni uzatkan kişi Hicran bile sebepsizler
ayrılar bulduk. Ay karangun, tün karangun, seni görelmedim. Hicran bilen sebepsizler ayrılar bulduk. Gittim ben, sen kal bu şehirde. Gittim ben, ayrılar bulduk. Gittim ben, sen kal bu şehirde. Gittim ben, ayrılar bulduk. Ayrılar bulduk. Ayrılar bulduk. Voy, kechib qolding ғой. Ben şu yaşan yanak süt içimligini alımen dep birimizge birden. İşte birimiz birden içeyli. Bak. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çekli Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Bu hayatning o'rinlashtirishlariga nima degilik? Алдыңғы qetimliq musobaqamizdami dal mushu ikki mayirimiz o'zaro raqobatlashgan. Bugun kutilmaganda yana shu hayotning o'rinlashtirishi bilan bu maydonda o'zaro raqobatlashib qoldi. Bugun Oyguldamning gruppasiningki navbatga shunaq bo'lgan ekan, Oyguldamning beqinida o'ltirib naqshlar quloq solayotgan Abletkamning tavsiyasini olib boqaylik. Qaysarningki umuman naqshidan masala chiqarmay aytishi bu menga arzidi. Men Murodil intanbek hissiyatni to'liq ifodalab, men naqshini haqiqatan bek go'zal aytdi. Ammo kichik yerlarda ovoz toza o'rniga to'liq desab bo'lanmadi, ammo hissiyat mushni yeb ketib bordi-da. Murodil bu naqshning tekstini kim yozgan bo'g'iydi? Bu naqshning tekstini Abletkam ustoz yozgan. Ben shuning uchun biz bilet berib turibman. Hissiyatni bek yaxshi aytyapti mavkam. Ammo ashirda afsus deb turib qoldim. Shundaqdimi shu egisini yozgan adamini tunib mushnaqan muzikasi o'zlashtirilgan. Mushuna qilgan shu bayini ta'kidlayapmiz hamma guruhda. Meningki bir biletimni tavsiyarim. Ixlosinglarga Murodilga beraman. Ayshgul muallim. Her işkemla bizdeki mektepninki o'quvchilari Murodil 2018 o'qish bitirgan. Mana kim bizniki maktabni o'quvchisi Qaysar mana Murodilda charchash paka. Lekin hissiyat yana yangi turibdi. Şuna Murodil ukamga deyman, yo'lingiz ochiq bo'lsin. Degan shu maqsadlaringizni yeting. Afsus ichida, lekin men shu Oygul ma'lumga Qaysarni tavsiya qilaman. Afsuslanmayla tavsiya qilyapman. Albatta, umi bir yaxshi chiqsa, ustoz Mevlam Mantimin apandini afsuslanmay turib birisini tavsiya qilishga chaqiramiz, marhamat. Ya afsus yo'q, afsus yo'q. Afsus yo'q. Chaqchaqa. Ma'lqi shu davlatimizning o'ziga xosroq bo'lgan ommabop uslubni cho'ng jihatdan ikki turga bo'ldi ekan. Birisi janub tarafning, birisi shimol tarafning deb. Ama Qaysarning aytgani shu Shangang tarafini asos qilgan janubning aytish uslubiga yaqinroq deyildi ekan. Bayam aytgan naqshangning uslub jihatdan, ovoz chiqarish uslubi jihatdan menimcha yaxshi aytdi Qaysar. Ondan Murodilni bayam Ayshgul ma'lum dedi. Murodil ya yangi zukam bo'lib saqayganmi, ya ovoz charchab qolganmi? Murodilning normal, rahat aytadigan holda emas ovozning buguncha. Eng oxirida mening tavsiyarim Qaysar. 不三不多，申木冷，陈老师，您觉得这两位选手今天哪一位表现的好一些？我也推荐凯撒吧。凯撒，感谢。Bulduğundaqda arzu yetakchisi Nurshad apandimning bugungi hamkori jumladan bosh yetakchi Aygul muallimga bergan tavsiyasini anglab boqaylik. Eng avval mishada o'ltagan ustozlarimizningki
Şəxsən mənim ustozlarımnınki sizlar üçün intayın və yaxşı bolğan bahaları, inçik nöqtələrə, bəgən bahalarına rəhmətimni aytaman. Endi men gapni shu Qaysardan başlasam, Qaysarning bugungi ifodasi mashq jarayoniga qaraganda alayda yaxshi deb o'zim shunda tingshidim, ashta his qildim. Muradilni so'zlab o'tsam, Muradilninki mo jamiyatimizda hamda o'ziga tushliq mastallari bor, o'ziga tushliq naqshlarga jiq anglash topgan, moda bo'lgan mushta ahvollar bor. Muradilninki mo bundan keyingi ishlarga nurg'un utuqlarni kasbiga natijalik bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Hamda oqisida Aygül malımıga samimiy tavsiyarim bo'lsa, Qaysar. Xursand bo'ldik. Undaqda Aygülda zodi ikkilisini tang tanlab qolamdigansiz va yoki birisini tanlamsiz va yoki ikkisidan tang voz kechamsiz. Endi bitaqatlik ilkida sizning natijangizni anglaydigan vaqtlar keldi. Abay hamda ustozlar deb o'tdi. Muradil shu aytgan vaqtda hissiyotni ifodalash haqiqatan shundoq yaxshi. O'zini shundoq qo'yib o'tib turib, hissiyotlarni shundoq ichiga kirib turib naqshningki yaxshi ifodaldi. Lekin mal naqshlarda itqan sir ovoz bitish bor. Itqan sir ovoz bitish degan bu nima desangiz, asosan shu nafasninki ko'tarilib ketishi, galning bo'g'ilib qilishidan bo'ldi-ku. Biz o'zimizni asirgan vaqtimizda, salomatligimiz yaxshi bo'lgan vaqtda, sog'lom ovozimiz bo'lgan vaqtda kasbni uzoqcha qila olamiz emasmi? Vaqtingiz bo'lsa ham meni izlab tursangiz, mana shu kasb jihatdan yana men sizga bir nima qilsaqmi bo'ladi. O'zaro hamkorlashsak bo'ldi. Fikr almashtirsak bo'ldi. Undaqda Aygül G'ulom muallim Yashin guruhiga vakolatan navbatdagi mayirlarga nisbatan sizning tanlashingiz Guruhimizning oxirgi manzili uchun mening tanlashim Aldıq filmla ilansız, süzük, yenilişsiz. Vakalatçı bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Öz əcri bilən hayati küçü urğub durğan. Dövlətnin yeşil yeməklik icazətnaməsiga erişkən. Hər xil yaş qatlamıdakilərinin içişiga mos keladigan, meni quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yashin Dorgarlik tibobət məhsulotlar zavodidan sovg'at. Yashin badam yanaq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yashin badam yanaq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Men Arzigir Xandan 30 yillik san'at hayotimda yuzlagan naqshlarim minglagan yuraklarda po'rakladi. Ammo men xoslig'im va birli o'zim uchun birli mahsulotni tanladim. Sartan qizil alga ayolatish pastasiga Sayram gulning qizil algasi ishlatilgan bo'lib, tishni chingitish, oqartish, tish milkini qo'g'dash, tish paqiraqligini asliga keltirish xususiyatiga ega. Ayollarning xos buyumi Sartan qizil alga ayolatish pastasi. Dehqon o sehi tabiat qo'yindan hosil yiquvchilardir. Dehqon kangir ketgan etiz qirlarida pijg'irim issiqning taftida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan hayot bo'stonligimizni sug'arib o'tlardir. Dehqon so'yimlik,
dehqon jafokash, mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'itlar bilan hosil bergusi. Sertan algaç bastысы qatarlıq patentlik ali mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Qaysar. Muborak bo'lsin. Qaysar qizg'in qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Keyingi bosqichga tayyorlik qiling. Rahmat. Xo'p bo'ldimi afkam? Ya, xo'p bo'ldi. Ketiman degan naqshni o'zing aytgan bo'lgan oxiri shunda bo'ladi. Asli qap qolaman degan naqsh aytgan bo'lsang, balki boshqacharoq naqsh chiqib bo'lg'aydi. Sen qolg'in bu shaharlarda degandan o'zi ijozat berib o'tganlik-chi. Ba'zidan shu bisharat bo'lib qolgan gap o'xshaydi. Hech qisi yo'q. Menimcha o'g'an chaqda biz yana uchrashib olamiz. Texim yaxshi sahnalarda, texim yaxshi fursatlarda. Mushundaq bir natija qilishini aytib ko'nglim to'yib qolgan vaqtlar bo'lganmi? Men musobaqaning birinchi aylamizdan boshlab mushta tayyorlab batdi. Har vaqt bor. Har vaqt. Mening ko'z oldimga afkam biz shu kelgusida yana to'xtamay bir sahnalarga chiqib billa hamkorlik qilib naqshlarni aytadiganlikla bilinyotadi. Sizmi voz kechmang, men voz kechmay davomli hamkorlashmoqmiz. Bo'ldi olsa, yana davomli texnik yaxshi fursatlarda ko'rishga nasib bo'lsa, enim omadli bo'l. Xayr xo'sh. Qandara qahvaling? Yaxshi. Ammo lekin chochlaring bek payzjuma. Bir maxfiyatlik vaqti bugun deb biraytay-a. Paridioniki ma chash yuz yo'qligi mana. Haqiqatan. Nochimam 2 soat kelsan birni. Rahmat. Shuni ishlatsam chachlaring menikidek son bo'lib ketdi. Rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavidio sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Hozir sahnaga o'quvchilarimdan Xalzatni taklif qilaman. 大家好，我是哈雷扎的托尔逊。yaxshimizlar ko'pchilik, men Xalzat Tursun bo'laman. Mayli men mush qitimqi musobaqada shalinib ketay yoki davomli tanlanay. Bundan keyingi orzularim bo'lsa, shukr o'lkalardagi texmi cho'ng olgan sahnalarga qatnashib, o'zimni sinig'im ham o'zimninki asarlarini cho'ng sahnalarga chiqib texmi ko'p odamlarga anglatgan bor. Şinjan Alqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mayirni Şinjan Pavidio sodichaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Şinjan Belikyar elektron fan texnika cheklik shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Şinjan Yaşın tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta bizning 5. derecega erishgan mayirimizga ko'ngil sovg'alarimiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartiq yurishlik qo'lalari mayirlarimizga omad tilaydi.出生在天山脚下，在同一片天空，56个民族把这色在天中，经济的快速发展，城市如此繁荣，让我把美丽家乡写成歌来赞颂。生活水平在进步，跟着时代的进度，安居乐业的幸福行驶在高速公路上，和水就像艺术民族的团结记录，壮观的奥运开幕，全世界都会记住。大巴扎的美食，吐鲁番的葡萄，不同风格的音乐，最美丽的舞蹈，塔克拉玛干大沙漠洗礼的牧草，赞不绝口的美食还有四处不了。这里凝聚着14亿的力量，繁荣昌盛，对未来充满希望。不同的语言，但是梦想一样。祖国的强大，迎接新的夕阳。不一般，不一般，中国话不一般，不一般，不一般，我们的说唱不一般，不一般，不一般，中国话不一般，不一般，不一
不一般，不一般，中国的话不一般，我们的家不一般，中国的人不一般，中国的 power 不一般，中国的话不一般，我们的家不一般，中国的 power。Let's go。Kel dostum mikrofonga kel dostum Qo'sh tilimiz bilan mikrofonga kel dostum DJ'mi tayyor ham vichik kel dostum Hip hop bilan tushundirimiz haqiqiy kel dostum Kelajak go'zal xo'shallig'imizda bir ritm Besh yulduz qizil rangga aralashdi har qitim Uzilmas melodiya shahrimga faxrim Meni o'ng so'l taraqqiyot qarab ashar hurmatim Millatlar aro ittifoqlik ko'p to'xtamas Intilib kelgusiga shuarimiz yo'q emas Baxtli turmushda u maqbal hamdak o'qishda jo'shib billa o'ynab isi backpack Sen mi kel dostum, ben sana kel dostum Qo'sh tilimiz bilan bombardga kel dostum DJ'mi tayyor ham vichik kel dostum Hip hop bilan tushundirimiz hamki kel dostum Jungohua bu一般我们的说唱不一般中国话不一般我们的说唱不一般中国的话不一般我们的家不一般中国的人不一般中国的 power 不一般中国的话不一般我们的家不一般中国的 power 不一般中国的话声音幸福跟着时代的进度安居乐业的幸福新时代高速公路上河水就像艺术民族的团结之路壮观的奥运开幕全世界都会记住 man yeah 不一般 yeah 我们的话不一般我们的说唱不一般 yeah 中国的 power 不一般喂中国的话不一般中国的人不一般中国的 power 不一般 Let's go 不一般不一般 China power Rust DJ White DJ XA Sha Wait 大家好，我叫莫尔扎赫美提亚尔美媒体。Ekranda ko'pchilik yaxshimisizlar? Men naqsh do'stinglar Mirza Ahmad Ermamat bo'laman. Bu qitimliq bosqichda men boshqacha bo'lgan uslublarda naqshlarni olib keldim. Ko'rmanlarimiz meni go'zal ovoz bilan naqsh aytgan bola ekan deb o'ylab qolmasin deb yo'yicha bo'lgan naqshlardan, ommabop naqshlarni olib keldim. Men mush bosqichda tanlanay yoki shalinay mening qadamlarim to'xtab qolmaydi. Ko'pchilikning qo'llab berishini umid qilaman. Rahmat. Şinjan El Qanat xabarlashi bayırlarga omad tilaydi.
一生，虽然都可以，那为怕有一天对你講。Baslarının hiç qaysı oxşamaydı mı o? İşemsen bir işiltip bak sen. Oldu. Sertan Algaç bastısı qatarlıq patentlik ali mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur Biopentexnika cheklik şirkati mayirlarga omad tilaydi. Xo'sh, hurmatli ustozlar, ekrandagi aziz ko'rmanlar, Mirzahmat bilan Xalzat o'zgacha uslubdagi o'zlariga yarashgan melodiyalarni sahnamizda o'rlab bo'ldi. Qani undaqda ustozlarning tavsiyasini birlikda anglab boqaylik hamda navbatni Mavlana apandimga beraylik, marhamat. Xalzat bilan Mirzahmat mushu qitimqi Ipagul Sadas programmasidagi menda nihoyatda kuchli ta'sir qoldirgan ikki mahir bular. Mana Xalzatmi nihoyat aktiv temada bir o'zi yozgan asarlar qildi bu. Shundaq payza, bek payza. Ondan men Mirzahmatdan bugun mushundaroq bir naqsha anglashni orzu qilgan. Men bilaman Mirzahmatning mundaq amibab uslubdagi Liushin naqshlarni yaxshi ayta oladiganini. Buning oldida biz Mirzahmatdan nihoyat voyaga yetgan mundaq Yevropacha uslubdagi naqsh aytishni angladik. Hamda meni hamda ikkining birini tanla desa, men Mirzahmatni tavsiya qilman. Xursand bo'ldik. Ayshigul muallim. İşkilanla işki fıngı. Lekin Xalzatdan ben bir xil şunu aktif energiyalik bir eser. Qizg'in. Çünkü özünün royu şu narsa var kende. Shundoq. Lekin Xalzatniki ijodchanlik royu kuchlikan. Ijodchanlik bo'lsa yaxshi-da. Musharqliq mayliqi shu changni texmo tushundim. Chunki buningda qattiq inkas, ashunchalar gapni dal ritm kelib yodlab azmay kelishning o'zi sizlik bir buyuk qobiliyat. Şuna sizge mi yolunuz uçuk olsun deyme, davamlılık muş yolunuzni tutup, siz muş uslubni umumlaştırışta siz bir hizmet göstərin deyenni deyme, tavsiye qilma. Mirzahmat bizga nayt tunuş. Bugün günlükte mana muşnaq naqshini şu aşıq Avrupa naqshini ki, naqshi etiş uslubini ki, muş ilim bilen birey ekilip teğdimu yaxşı bizge xatirjamni tuygusu ep geldinizde. Aygul malımga tavsiyelerim Mirzahmat. Xursandmiz. Rahmat. Ablat muallim. İkkilisini birga ep qilish bo'lsa, Aygulning qo'lidagi ishkan, biz faqat cho'qim birini tavsiya qilishimiz kerak ekan. Bu shunday ahvolda men endi yana Mirzahmatni tavsiya qilay. Xo'sh, xudosa shi muallim. 您觉得我们这两位哪一位表现的更出色一些？二位呢，确实是风格各有各的风格，是啊，表现都非常优秀。要我非要推荐，那就是还是Xalzat。非常感谢。Xalzatning bugungi kiyimlarida alayidlik bor. Mushu naqshining ustubiga moslashtirilgan, shunaqla o'ziga yarashib qopti kiyimlari. Endi Arzu yetakchisining tavsiyasini birlikda anglab boqaylik. Aygul muallim demisimi Xalzat bo'lsin, Mirzahmat bo'lsin, ishkilinglarga intayin ko'p ajrlarni qildi. Xalzatdan meniki bayqanim bo'lsa, bek ijodjon. Masalan, tekst bo'lsin, muzika bo'lsin, shu qatorliq narsalarda asarlarni o'zi loyilab, shundoq loyiqa qilib kelyotdi. Mirzahmat bo'lsa-mu, o'ziga tushliq uslubi bor. Shundoq kichik bel, bergan topshiriqlarni loyiqada o'rindaydi. Aygul muallimga meniki samimiy tavsiyalarim bo'lsa, bundan keyingi bosqichlarga birga ilib Yashin gruppasini yaxshi bir natijalarga erishtirib manglaydi deb ko'z tutgan mayirimizni Mirzahmatni tavsiya qilaman. Rahmat. Qani vaqt Aygul muallimning so'zini anglaylik. Xalzatdagi eng cho'ng alayidlik nima desa, pozitsiya. Mush san'atga bo'lgan pozitsiyasi intayin yuqori.
her bir yazgan tekstleri bolsun, işleyen muzikaları bolsun, hatta kiyinişleri bolsun, muş sanatga bolgan mas'uliyatchanligi bolsun. Mandaq bolsa cho'qim cho'ng natijalar bo'ladi. Hozir siz sahnada aytib atganda, mening ko'z oldimga nima keldi desangiz, siz amaliyotda Xinjiangdagi mush hip-hopniki tashi jibiyadagi adam. Ben öğretip gap qilay, sizlarga bo'lgan salimimni, sizlarga bo'lgan hurmatimni men chin ko'nglimda ifodalayman. Hozir o'zimni pes olamay yig'ib tutib ketadi. Qalzat hargizliqi chiqqanlarni bundoq basga soldigan yoki bir o'rinda qo'ydigan odam emas. Sizlarning ikki xil dunyolar bor. Ikki xil dunyoni to'ldira oladigan odamlar sizlar. Nechun dadliyo bu tishi Qalzat. Nechun shu bu yipan. Bak yaxshi ekan. Endi Mirzahmatga kelsak, Mirzahmat bu kasbni, opera ovozini Raurusla o'qigan. Xillilla mush kasb uchun qantar oqquzgan, japasini tatgan bola, japasini yengib chiqqan ham qaysar irodasi bilan yengib chiqqan bola. Endi mushu xil aloyidlikni o'rganish jarayonidagi mushu qoida usul aloyidliklarni naqshidagi mushu Tongsu Changfag'imi ishlatib, shuna yaxshi unumini ko'ryotdi. Men o'ylayman, mush jamiyatga bir saboq bo'lsin, hargizliqi opera ovozidagi naqshchilar Tongsu naqsh aytolmaydi. Yoki Tongsu naqshchilar opera ovozini esi bo'lmaydi degan narsa yo'q. Har qanday odam o'zining tupoqisi bo'ladi, o'zi yengib chiqsa bo'ladi, o'zi yaxshi ko'rgan ishlarni qilib baqsa bo'ladi. Cho'qim qila oladi. Faqat bizga to'sqinlik bo'ldigini u bilim jihatga to'sqinlik emas, bizning hissiy tuyg'ularimizga to'sqinlik. Özümüzge bergen to'sqinlik. Özümüzge bergen, özümüzni quluplashdagi to'sqinlik. Agar biz shuni tupoq qilib chiqa olsak, biz hamma ishni qila olamiz. Texmi go'zal, texmi yaxshi bo'lgan ishlarni qila olamiz. Bo'ldi. Rahmat manim. Kim ayırla? Qo'linglarni menga bersanglar. Mirzahmat inim. Mayli qanday bo'lsa qabul qila olamiz, shundaymi? Qalzat. Ham shundaq. Bo'ldi, undaq bo'lsa ko'nglingiz to'qilgan bir javobga ega bo'ldingiz. Aygul G'ulom xonimning bu bosqichda eng oxirgi tanlashi bo'lsa, mening oxirgi qarorim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Halqish bizni texmi yaqinlashtirdi. Har bir olgan nafaslarim, besimlarimni yeniklatdi. Uning hidi nafaslarimni xushbaroq qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan har uchrashganimda hidlaringdan masxush bo'laman. Seg'inganimda halqishdan hidangni ko'rayman. Halqish xushbaroq seg'izlari mening tanlashim. Halqish. Xinjiang Halqish xalqaro savdo-cheklik shirkati. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanını sundep, tizlikte qaytib, qeni işin mihna Allah desem, kola bulam şundak bula, dep bulab həşə qoçkende. Eğizini açsınız da mı kapat çıkıdı? Tartık kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvam momam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkan obayji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi.
uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvisi bargancha yashirsiz. Dilkan No Beijing. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdeş aptitaldaki filmla ilansız, süzük, yenilişsiz. Vakalatçı bulup takıtıp kırım kılalaysız. İzdeş tercümanı devlet ortak dili yazığı ügünüşteki en önümlük detal. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Akli iktidarlık. İzdeş kirgizgüç, kolaylık ve köp iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpallarının çıray ifadesi koşulgan. Qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lishi kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lishi kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lishi kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mirzahmat. Muborak bo'lsin. Mirzahmatga qizg'in qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Qalzat. Menimcha bu sahna kelishdan burun hech qisi yo'q degan tasallini berib kelgan shundami? Qalzatning bu sahnada turib naqsh etishdagi maqsadini amaliyotda balkim men his qila olaman, ya'ni mushkil uslubni, mushkil o'zimning yaxshi ko'rgan bir ijodiyatimni va yoki naqshamni bir yangiritib olsam deydigan bir armoni bor. Bu armon qanotlandimi bugun? Shundami? Shuningga men Qalzatning chiroyidan eng yaqin oraliqda turib fikrlashchi bo'lish sifatim bilan hech bir afsuslanish va yoki ko'ngil yerim bo'lishni his qilmadim. Qanundaqda yurak so'z anglaylik. Nimdeyimiz emdi. Bugün ait hoş oldum. Onun üstüge necekam degandek mening Ipak yo'l sadasi kelishimga eng cho'ng bir sabab yana bir qitim o'zimga bir imtihon bu sahna men uchun. O'zimga ham bir imtihon, mush imtihondan o'talisam anadan keyin tushgandan keyin texmi jiq imtihonlar bor men uchun. Har bir bo'lak, har bir qism degandek. Şu bugün ait hoş oldum. Onun üstüge birinci job Aygül mamga rahmetimni aytaman. Bugunkisi 3-chi naqshi bo'ldi. Butunlay o'zimninki ijodiyatlarini aytqili qo'ydi. Fursat berdi ham qo'lladi. Shu men birinchi job Aygül mamga rahmat aytaman. Andan keyin Nurshad malim sizga rahmat. Mashqlarni shundoq ko'ngillik billa xo'shal qildik. Lekin tushgandan keyin yana hamimiz billa mushu muzikalarni qildigan odamlar davomliq texmi yaxshi billa muzik o'ynaymiz. Billa muzik o'ynaymiz. Shunday qilamiz. Boring. Shuna bundan keyin sahnadan tushgandan keyin texmi yaxshi asarlarni texmi jiq sahnalarga chiqishga tirishaman. Aygül xonim. Men siz abay taşı cibiyedeki adam dedim. Taşı cibiyedeki adamga qandaq farqlandı desangiz, mushu kasbda maxsus izlanish qilgan, maxsus tadqiqotlarni olib borgan, ham o'zining ayrim bir yo'li bor, ham nurg'un odamlarni boshlab minib, shularga yo'riqlik ato qila oladigan, shularga ulgu bo'la oladigan, shularning ideyasini o'zgartira ham jiroqlarga opera oladigan odamni taşı cibiyedeki deymiz. Men sizga shu salohiyatni men loyiq deb o'ylayman ukam. Shuning uchun kurash qilaylik. Sizga qiymayman. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Bundan keyin yana uchrashib turamiz. Uning ustiga eng oxirida deydiganim bo'lsa, bundan keyin mening muzikalarimga chiqroq konjur qilib tursanglar, ko'ngil bilib tursanglar, To'yg'u guruhidan Qalzat va TJXH. Let's go. Texmi yaxshi kunlarni ko'rishaylik olsa. Ben çoğunlar ÖBZ'li degende yaxşırak tavsiye qiladigan ÖBZ'chilik şirketleri barmı? Ba. Şu Google xonli ÖBZ'chilik şirketiga basanlar bo'ldi. O'yini bek yaxshi bizaydi, loyihasi shunday yaxshi, bahosimi bek muvofiq, ham sifat kafolati bor. Shuga beringlarchi,
Şu bizim Parido Yepak Yolu Sadasının riyasatçisi Nicat Veli Yakupmu aşı şirketi bizetken. Ha, sındaqkanda da rahmat da. Yaşın grupsidan əmdi səhnəyə çıxmaqçı bolğan Mahirimdən Merdan. Şinjan Elqanat xəbərlişi Mahirlarga omad tilaydi. Tabiiylik va saflıqni asos qilib ishlab chiqqan kuzur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Payvideo savdo chekli shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk bo'lgan filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qildi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'o'lliq korxona Şinjan Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatgan. Programmamizda Beyjan Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tortiq yurishlik qo'llanmalari alohida qo'llagan. Bu programmamizga sartan algach pasta qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yangnur Biopan texnika chekli shirkati yaqindan yordam bergan. Gulimira ablimiyeti. Yaxshimisilar, men Gulmira ablimit bo'laman. Mendanki birdan bir orzuyim mush o'zimninki ovozini kan xalq ommasiga bir anglatsamki, shularning bir yoqtirishiga erishsamki degan shu umid edim. Shu umidlarimni asta-asta amalga oshyotdi. Uningdan men baxush bo'ldim. Mayli, bu musobaqada tanlanay yoki shanlanay, o'zimniki bor qobiliyatni yaxshi jar qildirishga tirishaman.
Şinjan El Qanat xabarlashi mayırlarga omad tilaydi. Could I ever know I will find myself alone? This youth immense is one last line, wishing for the past that words cannot find. But summers alone, the music in my mind comes alive. Find here a lonesome tell you lullaby. And this is of a time we once knew, how time when all I could breathe was you. But seasons never make the perfect shade. Our lives are not the same, so we must change, change, change. Every time we walk along, within me to find what was missing in between our lines. But summer's long lies as my mind comes alive. Find here long until lullaby. And it sings other time we once knew, how tired all I could spirit was you. My season to never amend the perfect shade. Your eyes are not the same, so we must change. Once we had summer and the fall, in how my heart it knows what it's like. Tell you Adaş yaxşımı, yaxşı tudungmu? Bedellerin bek tepipti adaş. Adaş, men sanga Taşqın 5 xil danlıq ziraat Aqsil talqın demesen ep geldim. Bunun Aqsil nisbeti bek yuqur ki adaş. Anandaki içsangmo, en noçeri qansiz.
Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlıq Məhsulotları və Tartuq Yürüşlük Kolaları mayırlarımızga omad tilaydi. Bu ikki nafar mayır o'xshamagan uslubdagi o'xshamagan melodiyalarni bizga hadiya qildi. Qanundaqda tavsiya bosqichida ustozlarning bu ikki nafar mayirimizning ham milliychilik to'yingan va yoki Yevropa uslubidagi naqshlarga qanday tavsiyalarni berdiganligini anglab boqaylik. Ayshul muallim. Qiyin bir masalaga kelib qoldim hozir men. Bu nimdamiz birisi o'tib ketsinmi yo? Yo'q. Ko'zingizni yumiblar, ani deb bir tanlagan. Yanılam şu musobaqaning asos talabi va musobaqaning keyingi şu keskin ilishni o'ylasak men Aygul muallimga kimni tavsiya qilaman? Gulmirani. Gulmirani. Rahmat. Abdat muallim. Merdan bugün mava atış xalq naqshlarini bek güzel chiroyli aytdi. Endi ma Gulmira'nın ki ma naqsi aşındaq meyton ovoz şekilde, lekin Gulmira şundaq içiga kirib turib aldı bilan o'ziga aytdim da qarsamchi. O'zi o'zir aldı, o'zi shanshov qildi. Shu butun shu naqshi aytish jarayonidan bak go'zal, bak chiroyli chiqdi. Shunga boya albatta bu naqshlar ma naqshni birga ekilib ana mana desak bo'lmaydi, ammo ikkidan biriga tavsiyaga men birni bir qilib qo'yaymi? Mening tavsiyalarim Merdan. Hoş. Qanundaqda Xinjiang话efendim. 风格不同，不同，对，风格不同，但是从综合起来讲，古伦比亚更高一筹啊，古伦比亚我推荐古伦比亚。好的，那接下来我们一起来听一下老狼老师的推荐。 Gülmira bu Yani'nin icat etkiçlik etken akışıma. Yani kamın icadiyeti bu. Mesela bunu tekniklik, muşu avaz çıkarışının tersliki, mandaklık, nakşının, çangun cihetini ep etkanda, emliyette Gülmira'nın nakşısı Merdan'ınkini xillam tersemdi. Bekcik tirişçallık, bekcik ecir, nurgun izdiniş arqılıq anikendan ma derecege yetkili buldu mening nazarimda. Muşu qıtımqı İpek Yol Sadası programımızda men Merdan'ın en uzurlanğan naqşı bugünkü naqşı. Şunda mı? Bek çıraylık etdi. Şuna men aşı bivasitı sezgümge asaslanıp hazır. Qaysı naqşıdan bek zoqlandın digellam bir sual qılam cevap vermem men. Xoş. Şunda olganda men Merdan'a tavsiye qilman. Xursand bolduq, rahmat. Qanundaqda arzu yetekçisi Nurşat efendim. Merdan şu İpek Yol Sadası programı qatnaşqandan başlap məşq jarayonida bolsun. Jiq biz pikirleşimiz, jiq paranglışimiz. Nurgulgan men özüm oylasam nurgun tecrübelerge ega boldu dep oylayman hamda. Özüme şundaq bir oydim eken. Bugünkü naqşını mı şundaq layiqida orundap ustozlarimizniki yaxshi bahasıga erişip oturuptu. Hamda Gülmira özü bu naqsh kasbida emas shudağı. Özü doktor mening bilishimcha. Shunda mı? Sistra. Ama lekin şu naqsh kasbga shundaq bir ishtiyoq bog'lagan. Hozirgi o'rindigan naqsh uslubidan sirat xalq naqshlarini o'rindashdimi o'ziga voyaga yetkazib o'rin yolaydi. Nimishki degan vaqtda men oldingi sonida aytgan Leven Yala degan naqsh shundaqqa. Shu naqshni anglagandimmi shundaq yuragimga bir ta'sir qilgan ishi bor. Ikkalanglarga rahmat. Egizpastlik yo'q deb o'yladim, lekin endi programmaning qoidasi bo'yicha birini tanlash, tavsiya qilish ishi bor. Shunga men Aygul muallimiga samimiy tavsiyalarim bo'lsa, Gulmira. Rahmat muallim. Endi biz Aygul xonimning eng oxirdagi keskin qarorini birlikda anglaydigan paytlarimiz yetib keldi. Qani so'ziga quloq solaylik. Men mushu munosabat bilan mush guruh a'zolarimni va barliq mush san'at bilan shug'ullanayotganlarni qo'llayotgan mushu oilalardagi barcha tuqqanlarga, mushu o'quvchilarniki, ota-onalarga, ham mushu jamiyatimizda san'at kasbi bilan shug'ullanayotgan, ham mushu oilasining qo'llashiga erishayotgan barliq mushu oilalardagi qo'llovchilarni, san'atkorlarni qo'llovchilarni bo'lgan hurmatimni bildiraman. Hayajon bo'lib ketdim. Hech qisi yo'q ada.
Mening oxirgi tanlashim Dehqon o sehi tabiat qo'ynidan hosil yiqotiladir. Dehqon kangir ketgan etiz qirlarida pijg'irim issiqning taptida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan hayot bo'stonligimizni sug'arib o'tiladir. Dehqon so'yimlik, dehqon jafokash, mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'itlari bilan hosil bergisi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Dada apa qaranglar mao sardan soğuk su olgu içimliki. Soğuk su dedin o balam. Soğuk su içmey. Sudiya ayının kızlık çayını içeyle. Soğuk su emas, sardan soğuk su olgu içimliki. Hay adam, bu bala halva içimliki demdi nima? Yo'q dada apa, bu Yenginoor şirketi ishlab chiqargan soğuk su olgisidan ishlangan ichimlik. Sardan soğuk su algı içimliki Sayram Kölü'nün əvrişki elingan Tiyanshan soğuk su algısından işlengen. Sardan soğuk su algı içimliki. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam shundaq bular. Deb polab hajab o'chganda. Yig'izni açsınız da mukafat çıkıdı. Tartık kola. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemeklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. 5 əptidaldaki filmlar ilansız, süzük, yenilişsiz. Vakalatçı bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzlash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Parizatım. 20 yıllık ekran hayatımda kino filmlerdeki rollarını şu obraz boyutlarına geldim. Güzellikimi, tabiatın, tabii sorumuzda sug'urib geldim. İstanbul'un bu şehrin kamçılarını tabii yönlendiren tabiatın soğuğusu sütüler silkindirip geldim. Gün üstündeki şenler, gün gözünü cülalandırması. Sözgü, danışan, o'zimizga hasrat o'zini qo'shirgan tabiiy bo'lay. Gülmira. Mübarek olsun. Rahmat ma'lum. Mayli natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bugun xuddi ajoyib katta bir so'g'dak ustozlar sizning bugungi mahoratingizni bular musobaqa qatnashish jarayoningizga eng yaxshi bir qitimliq ifodalash degan baholarni bergan bo'ldi. Demak,
Menimcha mushu baholar yetadi, katta bir sovg'a deb o'ylasak bo'lamdi. To'g'ri. Shuningga endi biz buni qanday yuzlanamiz, qanday qilamiz? Men bir shikeli yuraksizimni dey. Men Mujibek sadasi qatnashdim, men vay chiqib bir birinchi o'lima ya mashina olma degan maqsad chiqqan emas. Men hozir musobaqa deb bilmayman. Bu musobaqa emas, men mushuningda shunaqa etdim-ma. Bo'ldi, yetidi, yurkim degan tükab bo'ldi. Bu nurg'a odam ko'rab bo'ldi meni. Birinchi o'lamush ota-onamga qattiq rahmat aytaman. Ot sing'illarimga qo'llab, mushunchalik akilib. Ikkinchidan mushu Buğra Madaniyat tarixi shakli shirkatiga haqiqatan rahmat aytaman. Nurg'un jamiyatdagi naqshbalni yo'l tepib qo'yib, masalan, qandaylikim bo'lsa, ajbalni nurg'un o'zining yo'lini tepib jamiyatda yaxshi bo'lib ketdi. O'zimga rahmat aytaman, o'sha qatnashib ishlagan qilaligimga. Aygul muallimning bergan darslarini yaxshi qilib turib, shu pamlab, shu qattiq qiqas bir naqshlarga arzuyim bor mening. Yaraysiz. Tilaymiz ham texnik yaxshi saqlab sizlarni kutamiz. Rahmat. Hammanglarning tin salomat, ishlaringlar to'liq bo'lsin. Rahmat. Bek ishim pishti qaramida qiziqarliq, yaxshi filmlarni beradigan abditlar bormi? İzdashni tushiraka? Uni qanday tushiramiz? Tushirg'ak izdash deb bassam bo'ldi. Bo'ladi ekan. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abditali mayirlarga omad tilaydi. Endi sahnimizga Maynurni taklif qilaman. 大家好，我是马一诺买卖提名。Ko'pchilik yaxshimsizlar, men Mahinur Mamtiman. Hozirgacha mushu qitimliq o'tkalga keptiman. Mayli buningdan keyingi o'tkalga mayli o'tay yoki o'talmay, men mushu tajribalarimni o'quvchilarga o'rgatib, ularningki hayot yo'lidagi olg'a ilgirlash yo'liga cho'ng bir to'p qo'shiman. Shu munosabat bilan meni hozirgacha qo'llab kelgan, shundaqla menga madad, ilhom berib kelgan ustozim Aygul muallimga, shundaqla yo'ldoshimga, jamiyatdagi har sohadagi do'stlarimga, urug' tuqqanlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Şinjan Elqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Muhabbet sevgiga to'lsin keng olam. Sevgiga to'lsin, sevgiga to'lsin bu olam. Amidin, medetkar sunmaz kamidin. Vafadar nigarın amidin, medetkar sunmaz kamidin. Seferde bulsa o takdek yar yülek, gülmez şimşekte hamidin, gülmez şimşekte hamidin. Seferde bulsa o takdek yar yülek, gülmez şimşekte hamidin, gülmez şimşekte hamidin.
yattır Sügüge tulsunken alem Sügüge tulsunken alem Muhabbet sügüge tulsun Sügüge tulsunken alem Sügüge tulsunken Biribin süze dilim Cismimde vurguydu derman Biribin süze dilim Cismimde vurguydu derman Cabani yenip sen kuzguni büzüp Ürleysen çoğığa uçup şan Ürleysen çoğuğa uçup şan Cabani yenip sen kuzguni büzüp Ürleysen çoğuğa uçup şan Ürleysen çoğuğa uçup şan Şunlaşkan nigani sizler Kılhun edindim hürmet Şunlaşkan nigani sizler Kılhun edindim hürmet Nigani harreyleş yigitke yattır Sügüge tulsunken alem Sügüge tulsunken alem Muhabbet sügüge tulsun Sügüge tulsunken alem Sügüge tulsunken大家好，我是Reyhan Guli Jamali. Köpçülük yaxşımsızlar, ben Reyhan Gul Jamal. Yipek Yolu Sadası programısı qatnaşqandan buyan turmuşumda nurgun özgürüşler boldu. Özümge bolgan işençim burunqı qarğandan ayet əsirləb açdı desem boldu. Ustazlarning bizge singdirgan ajrlarining usullarini ko'rdik. Bundan keyingi planim oldimizga bosqichda men mayli talnay yoki shalinib ketay, yana davomli mushu kasbimda tirishib, texmi bir nurliq yulduz bo'lish uchun texmi tirishiman. Şinjan El Qanat xabarlashi mayırlarga omad tilaydi. Sen yüreknin parisi elley balam Sen gözümün karisi elley balam Sen yüreknin parisi elley balam Sen gözümün karisi elley balam Sen tahtımın tacısı elley balam Sen ömrümün varisi elley balam
Sevgili mahirlerimizden Reyhan Gül bilen Maynur'un nakşıları kulak saldık. Oyun kaidimiz boyunca ustazlarının tavsiyesini alayımız. Nahayeti zen silip anlagan Şinjan Kwan muallimning tavsiyesini anlap bakım kelyapti. Men Rayhan Gülni tavsiye qilaman. Reyhan Gül. Kanchi Şinjan Kwan oluşu. Mevlana efendim. Men aldı bilen ma ikki naqshning ma ijodiyatchisini bildig'inimni bir davolay. Maynur'da haq kitap o'qiganga deb Maynur'un aytgan naqshi Nusrat Kamning ijodiyatiga deyman shundami? Nusrat Vajin akamizning. Aning keyindan Rayhan Gülning aytgan naqshi Turpandagi G'ofur Qasim og'aynimizning naqshi shundami? Men ijodiyatchilarga bir salom aytaman mushu bahonada. Ortiqchiliklarimi asosan yaqin ancha-muncha o'sha kamchiliklarimi asosan halqi bir yuqurtvalikni ayrıg'usizlik aytdim men. Kimni tavsiya qilishimni uqolmayapman. Shuning men mushu Shin muallimga ergishaymi-ki? Rayhan Gülni tavsiya qilay. Bududu. Qandoqda Ayşegül muallim. Ben mo Aygül muallimga mushu Rayhan Gülni tavsiya qilaman. Bir cümle sebebini deb bera olasizmi? Sebebi bir cümleyi xulaslasak. Endi keyingi musobaqaning keskin raqobatini ko'z tutib, men Rayhan Gülni tavsiya qildim. Rahmat muallim. Abdulat muallim. Ikkidan birini tavsiya qilish kerak. Har ikkalalarini haqiqatan o'ziga xos ortiqchilik bilan aytdi. Ammo bu yoq ma'u singlimiznikini endi menchi agar aytishda gap yo'q, faqat tekstni aniq anglayolmay qoldim. Balki mening qo'lqimdagi masala bo'lishi mumkin. Ama şu tekst sözünü bir aniqroq urg'usini ishlatishda bir shunaqa bir shunchalik qisman bir farqlarni ko'z tutib mening tavsiyalarim bor. Rayhan Gül. Rahmat muallim. Tushunishdik bo'ldi. Qandoqda arzu yetakchisi Nurshat efendimning baş yetakchi Aygül xonimga yana o'zining hozirgi hamkoriga ko'rsatgan tavsiyasini anglab boqaylik. Siz shikilisin tavsiya qilamsiz ya? Maynur'ningki ba'zi yerlari kelgan vaqtda tekstni men toza aniq nim qilmagandek, his qilmagandek va to'g'ri anglamagandek his qilib qoldim hamda. Hamda ikkidan birini tanlaydigan ish ekan. Shunga Aygül muallimga men eng samimiylik bilan tavsiya qildigan o'quvchimiz bo'lsa Rayhan Gül. Rahmat muallim. Bugun ustozlarning mayilligi tavsiyasi Rayhan Gülga bisproq bo'lyapti. Qandoqda Aygül xonimning oxirdagi jirak so'zni shunaqla tanlashini anglab boqaylik. Ablatkam Nurshat muallimlar deb o'tdi. Shu tekst jihatdagi aniq bo'lmay qolgan taraflarni. Men ishonaman, Maynurning tirishchanligi bor. Mushu xil savanlikni o'zgartib ketalaydi, tirishchanlik orqali degan umidim bor. Mening qarorim Muallim kiyimni bek yarashtirib kiysiz. Qaysi markadagi kiyimni kiysiz? Ben odatda dilkar kiyimlarni kiyman. Bu dilkar kiyimlar ham xonim qizlar shundoq yarashdi deb o'ylayman. Ham bek sifatimi bek yaxshi. Uning ustiga shunday yarashimliq raqlarniki sifatimi bek yaxshi bo'lg'achqa men shu dilkar kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Men mush yerga berib ko'rib baqsa bo'ldi ekan. Ko'rib beqing shundoq nurg'un posondir bor. Birinci derecik mukafotga erishgan mahirni Şinjan pay videosi çekilishirikdi 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Belikyar elektron fan texnika çekilishirikdi izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Yaşın tibbiy dorigarlik çekilishirikdi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mahirimizda bo'lsa, Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta bizning 5. darajaga erishgan mahirimizga ko'ngil sovg'alarimiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Yengnur Biofan texnika çekilishirikdi 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Rayhan Gül. Muborak bo'lsin. Rahmat Rayhan Gül xonim, davomli tayyorlik qiling. Maynur xonim. Ameliyat bizden sahnimizde hazır kınaydı. Arabex keyfiyatlılar. Naydı yenik bir tuygudular. Bu sahnenin siz oylagandek unchilik sürlük veya ki siz vaqtliq ayrılıp dursanız unchivala bir azar olib ketadigan sahne emasligiga o'zingizga azroq bir tasalli topa olasiz. Shundaymi emasmi? Men boshlam endi tayyorlik bilan kelyapman. Qanday bir tayyorlik bilan kelgan? Anglaylik. Endi bu cho'qim tanlash va shalanish bo'ladi. Tanlanib qolsammi belki bir hayajonlanib ketmayman.
Şalanıp ketsem hergiz meysunub to'xtab qolmayman. Bu texi meningki mushu naqsh aytish hayotimning yana bir boshlanishi deb o'ylayman. Rahmat. Bundan oxirida aytgan so'zingiz bilan vaqtli xo'shlashib turamdik. Shu munosabat bilan ustozim Aygul muallimga, shunaqla barliq ustozlarga hamda menga mushu bir sahnani ato qilgan barliq Ipak yo'li sadasi programmasidagi barliq jafokash kasbkorlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat Maynur, naqshingizda aytilgan muhabbatlik hayotning, so'ygulik turmushning sizga yor bo'lishini umid qilamiz. Rahmat, yana yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hozir maydonga tushmoqchi bo'lgani Qaysar. Şinjan Alqanat xabarlashi ayirlarga omad tilaydi.
ba'zi bor talab bo'lishi. Yaxshimisizlar ekran oldidagi ko'rmanlar, masalan, yaxshi do'stlar, Farruh Nurlan bo'laman, o'zim Bertlardan keldim. Program qatnashib, hozircha turmushimda intayin jiq o'zgarishlar bo'ldi. Bu o'zgarishlar bo'lsa, men bu sho'q naqshlardan, daxan qo'y naqshlarni aytadigan bo'ldim. Tasodifan shanlik kessam, muzika Şinjan halkına təvərlişi ayrılağa amətlədi. Ustazlar ularninki ovoziga, o'rilishiga qandaqroq bir tavsiyalarni berdi ekan. Mavlon apandim. Yana desak, yana shu alayda yuqori tuvanlik yo'q. Chunki sizlar shu nurg'un o'tganlarni o'tib shu bosqichga keldinglar. O'zinglar necha vaqtimi yaxshi tirishdinglar, mualliminglar yaxshi yetakildi. Ashuna bo'lgan siri bu yuqori pallik mang'an siri farq azayib mang'di ekan. Shunda bo'lsa ham birini tavsiya qilmasak bo'lmaydi. Mening tavsiyalarim Qaysar.
Rahmat. Ayşegül muallim. İkkisiniki deymiz, anadan atüven, manadan atüven diyerlik yok dep başına axır bizniki şu varımız şu, men şu qarashda. Tavsiyeniz? Meniki Aygül muallimga şu Faruk Nurlanni tavsiye qilaman. Rahmat. Ablet muallim. Bu ballarımızdan muş yeşida. Muşundaq bir çıngış, muşundaq bir pişqan, muşundaq asasiyatda mükemmellikke ega bo'lgan muşundaq bir ijrolardan men bek hayajonlandim, faxrlandim. Aygül muallimga meningki ko'z qarshimdagi tavsiyalarim Faruk. 沈老师，这两位帅哥，您觉得今天他们两个哪一位表现得更出色一些？我推荐凯撒尔。凯撒，好的，沈老师的推荐，非常感谢。Onda Hosn Nurşat hazır qandaq bir tavsiye berdikin alap aqaylı. Endi məşq jarayonuna qaraganda bugünkü iş badanglar alaydı yaxşı. Farukning bolsun, Qaysar inimning bolsun, ikkidanlarning men bu tozaliqqa farqni his qilolmadim. Sening samimiy tavsiyalaring? Samimiy tavsiyalarim bo'lsa Faruk. Faruk. Bo'ldi, rahmat, xursand bo'ldik. Aygül muallim. Endi so'z navbati sizga keldi. Bularniki navbatda qanchalik mang'alishi sizning bir yig'i so'zingizga bog'liq. İkkili inimiz şundaq özünü yaxşı qoyub dəlidi səhnədə, yaxşı ifadələdi. Hətta çoğçan fəxoy desək mi buldu, hə? Adətki məşqdin mi ötə? Dərəcədən təşqiri. Dərəcədən təşqiri aşağı ifadələb bədi. Mən sizlərdən avazınlardan huzurlandım, səhnədəki qiyafətinlərdən huzurlandım. Həm sizlərdən söyündüm, sizlərdən fəxrlənmə. Aygül xanımның ən axırqı tanışı bolsa, mening qararım Faruk Nurlan. Mübarek olsun. Faruk'tan yana davamlı keyingi basqıçlarda yaxshi tayyorlik qilishni umid qilamiz. Rahmat. Hozir Aygül muallim deydigan yurak so'zingiz bormi? Endi shu Hibayo sadasi boshlangandan tamamlashda mushkamgacha Aygül muallimning endi ustida men nurg'un narsalarni egallab oldim. Va shuningda xo'sh. Yana birisi bo'lsa, shu eng tashakkurim bildirgan odam bo'lsa, shu opam bo'ldi. Nima qilsangiz endi opam endi ko'chon vaqtidan tortib qo'llaydi ham cho'chon vaqtlarda uncha san'atga unda qiziqish yo'q bo'lgan ekan. Shundada opamga bir rahmatimni aytib olsam, shunday ekran orqali qadimizga salom yo'llaymiz. Salomat bo'lsin deb. Salomat bo'lg'aysiz. Bundan keyingi hamkorligimiz yana uzluq qolmaydi. Endi mening kutadiganim nima desangiz, san'at sho'yanda, o'qish jarayonida o'rgangan nurg'un bilimlaringizni shu jamiyatga qadam bosgan vaqtingizda tajribalar bilan to'plab turib, texmi bir baldaq yuqoriga o'rlishingizni chin ko'nglimda umid qilmayapman. San'at bahoringiz endi boshlandi. Endi ichiladi. Hadi, merhaba. 电视机前的观众朋友们，我们本期节目到这里要跟大家说再见了。Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, bizning bu san programmamiz vaqt e'tibori bilan o'shada oyoqlashdi. Yashin gruppasidagi barliq mayirlarning navbatdagi musobaqalarda o'z ifodasini texnik yaxshi joriy qildirishiga tilakdoshlik bildiramiz. Keyingi san Havidio Ipak yo'li sadasi programmamizni ko'rishaylik. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası, Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginim yok sigrası, Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. gümüş bağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan
Büyük karvan varisi aman yeter dileke. İpek yolu sadası, süygünün yok cirası, hoş avazla seynası.